qo'shni Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh tumani Farg'ona tumanidamiz. Ushbu manzilning Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini ham bevosita chegara manzil hisoblanadi. Bugun muhtaram yurtboshimizning aynan pilla sohasida aholiga bergan keng imkoniyatlaridan ushbu manzilda ham unumli foydalanib kelishmoqda. Jumladan 8 nafar ayollar daftarida turuvchi hamda ishsiz bandligi ta'minlanmagan xotin-qizlar aynan ushbu manzilda pilla qurtini parvarish qilish bilan bevosita band bo'lgan bo'lsa, shu bilan birgalikda jami 10 nafardan oshiqroq fuqarolar ayni kunlarda ushbu yumush bilan band bo'lishgan. Avvallari Bo'ston mahallasida sharoit yetarli bo'lmaganligi sabab pilla qurti kam parvarish qilinardi. Joriy yilda esa xotin-qizlar faoli Shahodat Egamberdiyeva tashabbusi bilan bo'sh va qarovsiz joylarda maxsus so'kchaklar tashkil etilib, barcha zarur sharoitlar yaratildi. Natijada bugun mahallada 15 quti ipak qurti parvarish qilinmoqda. Bu esa chegara hududdagi fuqarolar bandligini ta'minlashga ham xizmat qilmoqda. Bizning Farg'ona tumanimizda bu yilgi 26-yil uchun tirik pilla yetishtirish 3536 quti rejamizda bor. Ya'ni 212 tonna pilla topshirish majburiyatini olganmiz. Hozir shunaqa markazlashtirilgan qurtxonalardan bizda 12 ta markazlashtirilgan qurtxonalarimiz bor. Har birida 15 tagacha yetgan fuqarolar, ishsizlar, kambag'al oilalar, ya'ni prezidentimizning 87-sonli qaroriga asosan bular bilan tanishtirilgan har bir nima fuqarolar, shularda yuzasidan ularda hammasi shu insonlar subsidiya olamiz, sud olamiz degan nuqtai nazarda bular jadal urib ishlashyapti hozir. Bugun yurtimizda yaratilayotgan imkoniyatlar tufayli pillachilik nafaqat daromad manbai, balki ko'plab oilalar uchun baraka va bandlik omiliga aylanmoqda. Mehnatni qadrlagan inson esa albatta rizq va rohat topadi. Hilola Abduqodirova, Nodir Fozilov, Vaqt informatsion dasturi uchun.